Assalom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoda Javohir Craft'ni o'zini quramiz va bu ikkinchi qism bo'lib va mana birinchi qalpoqni qurib olamiz. Qalpoqni ichini biz to'ldirishimiz kerak. To'ldirishimiz uchun kulrang bironta blok kerak. Men kulrang blok sifatida junni tanladim va kulrang junni olish uchun bizga birinchi bo'lib kulrang rang kerak. Kulrang rang uchun qora rang kalmardan olinadi va mana bu skeletdan oq rang olamiz. Va tayyor 3 ta suyagim bizga yetadi. Chunki men faqatgina bu qo'ylarni rang qilish uchun kerak bular kulrang. Va mana siyoh ham tayyor. Menga bittagina yetadi va bittadan 2 ta olaman. Shunday qilib endi bironta qo'y topish kerak. Va biroz temirni eritib olamiz pechkaga va bundan qaychi yasaymiz. Endi esa qaychi yasab olamiz. Va mana shunday qilib qo'ylar uchun bitta katta yasaymiz. Avval qo'y topishim kerak. Mana tunnelga bitta qo'yni topib oldim. Endi buni chiqaramiz dalaga. Mana endi mana shu qo'yni shunday qilib olib chiqamiz. Lekin mana hali qilishim mumkin. Ya qo'y qolmasa ikkita va nihoyat buni shuncha yo'ldan sudrab keldim. Endi bo'lsa buni uyga yetish kerak. Mana endi osonroq bo'ldi, chunki bu qayiqqa minib oldi. Mana shundayroq joyga qo'yib qo'ysak yo'qolmaydi. Mana bu yerda bitta creeper bor ekan. Portlab ketdi-ku. Bunday qilib kichik ta'mirlash qo'yamiz. Keyinroq butunlay o'shqatamiz bu yerda. Mana bu yerda bo'lsa endi kichkina kattacha quramiz. Va mana qurib oldim ham. Endi bo'lsa bularni ranglab chiqamiz. Hammasi kulrang bo'ladi. Endi bo'lsa mana bularni junini olib chiqamiz. Va bu yerga tuproq, bu yerga o't blok ham qo'yish kerak. Shunda ularning juni o'sadi. Va men yana bitta bug'doy fermasini ham qurmoqchiman, chunki bug'doy hali kerak bo'ladi. Mana fermani ham qurib oldim, lekin ikkita o'roq yasab qo'yibman. O'zi menga bor edi o'roq. Endi mana shuni ishlatamizda ekib chiqamiz. Va endi mana shu suyak kundan o'stiramiz mana bularni. Keyin bo'lsa yig'ishtirib olamiz hosilni. Undan so'ng yana ko'proq ekib chiqamiz. Va mana bu oxirgi suyak kuni shunday qilib mana shunchasi tayyor. Va endi mana shunday qilib fermalar mana shu bug'doylar o'sguncha yana boshqa narsalarni qilib turamiz. Misol uchun mana bu qumlarni qo'yib chiqish. Va endi yuzini qurishni boshlaymiz. Mana shunday mana bu oq rangligi uchun xaritada ham o'zi ham oq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va yaxshi. Shunday qilib endi qo'yib chiqamiz toki kerakli o'lchamga yetmaguncha. Misol uchun mana shunaqa taxminiy qo'yamizda keyinroq buni yaxshilab tashlaymiz. Mana shunga o'xshash. Va mana menimcha bu yaxshi chiqyapti. Endi yana biroz to'g'rilab qo'yamiz. Va mana endi biroz yaxshiroq deb o'ylayman. Va mana bu endi yaxshiroq deb o'ylayman. Faqat endi bag'ni biroz qalinlashtirib chiqamiz. Va mana bu qalpoqni ham qo'yib chiqamiz. Endi bundan juda ham ko'p junlar kerak. Va bu yerda hech qaysini mana qochib ketibdi-ku. Va endi buni qamab qo'yish kerak qayergadir. Va mana tayyor. Endi bular chiqib ketmaydi deb o'ylayman. Va menga yana ikkita jun bor. Va mana ukam endi bo'lsa kechangi so'lni qilamiz ukam bilan yana. Mustafa. Ajab bo'lsin. Bu tezroq normalniy bo'ldi. Va mana bu 3 staku 2 ta bo'ldi menga. Endi bilan joylashtirib chiqamiz. Endi bo'lsa shu hamma junlarni joylashtirib chiqamiz qalpoqqa. Va shunday qilib hammasini qo'yib chiqamiz. Sizlar bo'lsa hali ham
obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki men keyingi maqsadim 500 ta obunachi yig'ish va agar qancha sizlar kommentariy yozsanglar, shuncha yaxshi. Menga hammani fikri muhim. Shunday qilib hamma kommentariyani bitta ham qoldirmay o'qib chiqaman. Va menga ukamning yordami yana kerak bo'lib qoldi. Yoki ukamga men yordam kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun men kelyapman. Va mana bizada deyarli shuncha stak bo'ldi. Va mana endi men quraman. Yordam berasanmi? Yo bo'lsan, xohlasang serverdan chiqib bir o'zim qilaveraman. O'zi osonki. Va mana biza kiyib oldik. Aka menga ham beray yordam etsam. Men yopib chiqishini. O'zi ko'pchilik qolmagan, yana junlar menga berishdi. Ana chiqarmaysan ham. Va agar shu video ya'ni kechangi video unchalik ko'p like yig'magan, lekin baribir ikkinchi qismini chiqaraman. Shu videoga hech bo'lmasa 10 ta like yig'ib bersanglar, aniq 3-qismi chiqadi. Va shu 3-qismida men va ukam shu rasmni tugatishga harakat qilamiz yoki bu 4 yoki 5 qismli bo'lishi mumkin. Men shunday qilib hammasi qo'yib chiqamiz menda. Mana qaychi bilan sindirsang chiqadi. Qaychi yo'qda menga. O'zi osib qoldi-ku. Mana. Menga berdilarni. Va shunday qilib qalpoqni o'zim bitirib qo'yaman. Va qalpoq tayyor. Endi menga berjun. Tayyormi? To'xta, yo'q. Men tugataman qalpoq. Barman. Mana. Bu menga ber. Shundan 2 soat kutishim kerak. Bo'ldimi? Hammasi shu. Shunday qilib qalpoq tugab sizlarga xaritadan ko'rsataman. Mana bu videoni kim kutgan bo'lsa kommentariyada fikrlarini yozib qoldiringlar va albatta shu videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi maqsadimiz 500 ta, to'g'rimi Mustafa? To'g'ri. Va Mustafa Player kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar, chunki hozircha 27 tagina podpischiki bor. Shuni ham 100 ta qilib qo'yishimiz kerak va shunday qilib video tugadi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib ketinglar. Hammaga xayr.